Akalar, BMW ishqibozlari uchun haqiqiy idealniy bo'lgan Farg'onaning haqiqiy maxluqini topib qo'ydim. Y46 o'z davrida haqiqiy legenda bo'lgan. Hozir ham legendasini vaqti bermayapti. BMW Y46 ning ichidagi qarang, funksiyalarini qarang. O'sha paytdagi mashinamiz haqiqiy chista dehqonning qo'lida turibdi. 288 ming yurgan. O'sha davrda o'zi avtomat korobka, navigatorlari, hattoki sim kartalari ham tushar ekan. Qaranglar, konditsioner pechkalari o'ta idealniy holatda ishlayapti. Akalar, luklarini qaranglar, o'ta cho'tkiki bu. Itoat mo'li qarang. Orqa saloni bor, haqiqiy akkuratniy holatda olingan ekan. Hattoki zapaska ballonlari ham turibdi, shunda qarang. Voy, ballonlari, 4 ta ballon sakadichka, o'ta 17 razmerda. Kapotni ko'ramiz, ichida haqiqiy bor, maxluq yotibdi. Nechta kuchi bor qolganda? Kuchi buni 2,5 avion. Mashina bitta yurar ekan, qarang. Bo'ldi. Motor ishlash jarayoni qarang. Tirq degan ovoz yo'q. Motor korobkada hech qanaqa muammo yo'q yemaydi, rasxoti yo'q. Chotki bu mashinani kraskasiga keladigan bo'lsak, bilasizlar, inomarka BMWlarda kraska birinchi o'rinda emas. Sassiyanasi gapirib turadi. Mashinamiz yili keladigan bo'lsa, mashinamiz 99-yilda tug'ilgan. Agar yog'iydigan bo'lsa, bu yerda oq tutun chiqib ketadi, akalar. Xolisona haqiqiy dehqonda o'zi nomimizda mashina, o'zim minib yurgan mashina. Eng qiziq joyi shu, o'zimizni Farg'ona toshloqda ekan. Generalniy prostoy qanaqa qilib berasiz dokumentini? Gen chiqaveradi. Gen qilib beraverar ekan. Boshqa joylarga bo'lsa, nomimizdan chiqaramiz. Eng qiziqarli joy, yuragingizni yulib beryapsiz. Nech pul deysiz bunga? 10 ming bo'lsa, mana 10 ming deyapti akalar. 10 ming qimmatmi, arzonmi yozib qoldiringlar. Aka, mana obunachilarim ozgina injiqroq, bitta kelishtirib bering, mana xolis bozor qilyapmiz. Obunachilarimizga yo'lini qo'yamiz. Kelishtirib bering, nech chiqib berasiz? Oxir taqalgani. Telefon qilishaversa, kelishamiz. Tushib berasiz. Tushib beramiz. Genlarga ham yordam qilamiz. Ana, qanisi akamiz o'z tog'amiz berib qo'ydi. Telefon qilinglar, akamiz chiroyli narxda qilib beradi. Kelishib qo'ydi. Videoni BMW yoqtirgan do'stlarga hammasi yuborib qo'ydi. Eng qizig'i Farg'onaning o'zida, o'zining nomida akamiz. Sarson qilmaydi, hamma yo'qda muammosi yo'q.